Assalomu alaykum azizlar. Demak, yadroviy reaksiyalarga doir quyidagi masalaning yechimini ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, quyidagi yadro reaksiyasi. Xo'p, 55-masala. Xo'p, 55-masala. Masalan yechimini qilishdan oldin bir narsani aytib o'tishim kerak. Agar yadro reaksiyalariga doir masalalar to'plami yoki yechim kitobchasi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu quyidagi Telegram manziliga yozsangiz, men sizga PDF ko'rinishda tashlab beraman. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Xo'sh, demak, masalaning shartini diqqat qilamiz. A element demak 235 lik izotopi parchalanganda B 144 plus 89 C hamda plus 2 neutron hosil bo'ldi. Yadro reaksiyasida A izotop tarkibidagi neutronlar soni B izotop tarkibi neutronlar sonidan 55 ta ko'p. C element izotop tarkibi neutronlar sonidan esa 90 taga ko'p bo'lsa, C element protonlar soni topilsin. Xo'p, buni quyidagicha yechim qilamiz. Nima yadro reaksiyasini yozib olsak, A elementni 235 izotopi parchalandi. Bizga B hamda 144 massaga ega bo'lgan izotopi plus C 89 plus 2 ta neutron hosil bo'ldi. 1 ga 0. Xo'p, endi bu yerda yadro reaksiyasidan mana bu yerdagi elementlarning, atomlarning zaryadlar deli x bo'lsa, buniki y deb belgilaymiz. Bunikini esa z deb belgilab olamiz. Xo'sh, endi har doimgidek masalada bilamizki, massalari, zaryadlari chap va o'ng tarafda teng bo'lishi kerak degan qoida bo'yicha bajaramiz. Xo'sh, bu yerda o'zi umumiy holatda yuqoriga massa holatlari teng turibdi, faqat zaryadlar teng emas. Zaryadlar noma'lum. Demak, bu yerda biz tenglashtira olamiz. X teng y plus z ga. Xo'p, x teng y plus z ga. Xo'p, endi savol shartida aytilganki, A izotop tarkibi neutronlar soni B izotop tarkibidagi neutronlar sonidan 55 taga ko'p. Demak, A tarkibidagi neutronlar soni topilsa 235 ayro x. Xo'p, teng bo'ladi 55 taga ko'p. Demak, bu degani 144 ayrilgan y va bunga agar 55 ni qo'shadigan bo'lsak, bizga zaryadlar, ya'ni neutronlar soni teng bo'ladi A va B elementlardan. C elementda esa 235 ayro x teng bo'ladi. Xo'p, 89 ayro z. Xo'sh, bu yerda plus deymiz 90. Agar bizga 90 qo'shadigan bo'lsak, teng bo'ladi. Xo'p, endi bu yerdan biz x larni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, yoki x larni qisqartirib yuboramiz yoki o'rniga qo'yish usuli orqali ishlash ham mumkin. Hozir bu yerda 3 ta noma'lum bor. Birinchi tenglamamizdan endi mana bunday qilamiz sistemani. Mana bunaqa sistema qilishimiz kerak. Xo'sh, demak, bu yerdagi tenglamamizdan x teng bo'lib turibdi y plus z ga. Ikkala tenglamada ham bor bu narsalar. Demak, 235 ayrilgan. Demak, bu yerda y plus z yozishimiz kerak. Y plus z bo'lsa, demak, y bu yerda ayro bo'lib ketadi qavsga olingan vaqtida. Xo'p, z ayro holatga keladi. Teng deymiz 144 ayrilgan bo'ladi y ayrilgan y plus 55. Mana shu tenglamaning o'zidan biz hozir z ni topib olishimiz mumkin. Bu yerda bu qisqaradi, mana bu y'lar qisqargan holatga o'tadi. Ya'ni bu yerda keyin 235 teng qoladi. 144 dan ayirib yuborish, 144 ga qo'shib yuborishimiz kerak 55 ni. Shunda 199. 199. Xo'p, bu yoqqa endi buni z ni plus qo'yib o'tkazamiz. Plus z. Z teng deymiz 235 dan ayirishimiz kerak 199 ni. Demak 36. Z ning qiymati 36 bo'ldi. Ana endi keyingi tenglamadan ham ishlab ketsak bo'ladi. Z ning qiymati deymiz. Ha, to'g'ri, haqiqatan Z ning qiymati. Z ning qiymati bizga 36. Endi esa Y ning qiymatini topib olishimiz mumkin bo'ladi. Y ning qiymatini qanday topamiz? Bu yerda ham 235
ayruv y minus z teng bo'ladi 89 ayrilgan z plus 90. Bu yerdan endi zlarimiz qisqaradi. Zlar qisqargandan so'ng y qoladi bu yerda. Y'ni bu yoqqa plyusga o'tkazamiz. Bo'ladi. 89 ga 90 ni qo'shamiz. 89 ga 90 ni qo'shsak 179 bo'ladi. Demak, bu yerdan 179. Bu yoqda esa 235. Demak, y teng bo'ladi 235 dan 179 ni ayiramiz. 56. Xo'p, 56 chiqdi. Bizga y-imizning qiymati. Y-ning qiymati bizda mana bu yerga yozsak bo'ladi. Y-ning qiymati kelib chiqdi 56. Z ning qiymati esa 36. Demak, 56 ga 36 ni qo'shsak 92. Bu degani x ning qiymati 92. Savol shartiga ko'ra S elementi protonlar soni topilsin. Demak, S elementi protonlar soni ko'rib turganingizdek 36 ga teng. Xo'p, to'g'ri javobimiz demak D javob to'g'ri javob bo'ladi.